Hurmatli hamkorlar, biz bugungi yig'ilishimizdan maqsad, tadbirlarni ochishimizdan maqsad 3 ajdaz asosida korxonalarning murojaatlarini o'rganib chiqib, ularning murojaatlarini imzo qadar ijroga tortilgan holatda belgilangan tartibda amaliy yordam ko'rsatib, sizlarning faoliyatlaringiz tashkil qilinishida, faoliyatlaringiz kengaytirilishida amaliy ko'mak ko'rsatish. Shu maqsadda hozir ochiq tarzda muloqotimiz o'tkaziladi. Muloqot bo'yicha o'zingizning murojaatlaringizni o'tkazishingiz mumkin. Murojaat o'tkazishda kimdan boshlasak? Siz boshlasangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biza Kattaqo'rg'on shaharda tashkilotimiz joylashgan bo'lib, Istiqbolkon mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbariman. Tashkilotimizda avtomobillarga va avtomobillarga yoqilg'i quyish va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari mavjud bo'lib, 2002-yildan buyon mana shu Milliy bankda biz faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Bundan keyin ham ish faoliyatimizni yanada rivojlantirish maqsadida, ish o'rinlarini ko'paytirish maqsadida Milliy bankdan 1,5 milliard kredit ajratib berishlarini so'raganmiz. Maqsadimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlab, bo'lsa eksport qilib, yana mana shu o'zimizni bozorlarimizga chiqarish uchun muzlatgich, pul meva, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlab tarqatish maqsadida xolodilnik omborxonalarni qurish maqsadimiz bor. Bundan maqsad shu ish faoliyatimizni yanada rivojlantirib, yanada bundan ham ko'proq ish o'rinlarini ko'paytirish maqsadidamiz. Salom aka, shu ajratilgandan keyin ishlash uchun yaratiladi. Kredit ajratilgandan keyin nasib bo'lsa, yana kamida bir 5-6 ta ish o'rinlarini yaratmoqchimiz. Murojaatingiz ko'p chiqadi, qisqa muddat. So'raymiz shuni amaliy yordam berishlarini so'raymiz. E'tiborlari uchun katta rahmat. Sizda qanaqa masalalar? Assalomu alaykum. Men Habibullo mahsulot elchisi bu ish ustidan bizning korxonamiz 2018-yildan buyon Milliy bank bilan hamkorlikda faoliyat yuritib kelmoqda. Korxonamiz asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Xitoyga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Biz hozirgi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish va ularni eksportga tayyorlash uchun bizga asbob-uskunalar kerak bo'ladi. O'sha uchun bizga 320 ming AQSh dollari kredit berishlarini so'raymiz. Ushbu uskunalar olganingizdan keyin xudo xohlasa nechta ish o'rni yaratish? 50 ta ish o'rnini yaratdik. 50 ta ish o'rni yaratadi. Bu yo'nalish bo'yicha o'zimizning takliflarimiz bor. Xudo xohlasa qisqa muddatda murojaatingizni amaliy ijroga taqdim etadi. Siz Assalomu alaykum. Samarqand shahri Rosa mahallasidaman. Bizning bo'shlik borligi sababli sartaroshli go'zalik saloni ochmoqchiman. Shunga usmon olishga amaliy izlanishimiz. ism familiyangiz? Mahallangizda bo'sh turgan maydonda binodan o'sha go'zalik saloni uchun murojaatingiz qisqa o'rganib chiqib bir kun ichida hal beramiz. Faqat shu yo'lda nechta odam bilan ishchilar qilasiz, o'zingiz bilan birgalikda? Hali endi qurilish qilyapman. Shogird yetishtirasiz. Bo'ldi. Bir kun ichida hal beramiz masalani. Rahmat. Nasibda sizga qisqa. Aziz,
Korxonamiz korxonamizning faoliyati birlamchi va ikkilamchi bekitishlardan polyester qurol ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Milliy bankga aylanma mablag'larimizni ko'paytirish maqsadida eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 1 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratib berishga amaliy yordam so'raganmiz. Shu bo'yicha ariza so'rab qolamiz. Bu murojaatingiz nazoratga olingan. Chunki eksport murojaati jamg'armasi hozirgi kundagi savdo murojaat kompaniyasi bu bo'yicha murojaatingiz borligi bizga elektron tarzda o'tib kelgan. Murojaatingiz qisqa muddatda hal qilib nima qilinadi? Bu faoliyatingizni kengaytirish natijasida qo'shimcha ishlar yaratiladi. 5-6 ta ish o'rni yaratiladi. Qo'shimcha 5-6 ta ishlar yaratiladi. Rahmat. Nazarda. Qolganlarda ham murojaatlarni yozib olamiz. Qisqa muddatda hal qilish ta'minlanadi.